Soliq qonunchiligidagi yangiliklardan xabardor bo'lish tadbirkorlar uchun nafaqat majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish, balki mavjud yangilik va sharoitlardan samarali foydalanish imkonini ham beradi. Shu maqsadda Farg'ona viloyat soliq boshqarmasi tomonidan viloyatimizdagi tadbirkorlik subyektlari uchun seminar tashkil etildi. Mazkur seminarda farg'onalik tadbirkorlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 26-maydagi kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati, yaratilayotgan imkoniyatlar va qonunchilikdagi yangiliklar borasida batafsil ma'lumotlar berildi. Soliq to'lovchilarga bir qator yengilliklar hamda imtiyozlar nazarda tutilgan. Soliq xavf darajasi 500 million so'mgacha bo'lganda soliq auditi o'tkazilmaslik, 100 million so'mgacha bo'lganda sayyor soliq tekshiruvi o'tkazilmaslik bo'yicha tushuntirishlar berib o'tildi. Amaldagi tartib bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishni bazaviy chegarasi 1 milliard etib belgilangan bo'lsa, o'sha tadbirkorlar bilan mana muhtaram prezidentimiz ochiq muloqotlarida berilgan takliflarni inobatga olib, bu ko'rsatkich mana birdaniga 5 milliard so'mga yetkazildi. Bu soliq yukini kamaytiradi. Bundan tashqari o'sha mana qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirgan tartibi joriy qilinib, soliq stavkalari 6% ga tushirildi. Foyda solig'i stavkasi 0% etib belgilandi. Hamda foyda solig'ini hisobot taqdim etish majburiyati ham bekor qilindi. Bu ham o'sha tadbirkorni qo'llab-quvvatlab, o'sha mablag'larini maqsadli sarflanishiga xizmat qiladi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvarga qadar umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblash va to'lashning soddalashtirilgan tartibini tanlash huquqi berilgani bu yo'nalishni qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lmoqda. Farg'ona viloyatidagi tadbirkorlar uchun tashkil etilgan o'quv amaliy seminarda ishtirok etyapmiz. Mana bugun tadbirkorlarga, ayniqsa umumiy ovqatlanish, savdo korxonalari, xizmat ko'rsatish korxonalariga bir qator imtiyoz, yengilliklar yaratilyapti. Umumiy ovqatlanish korxonasi, xizmat ko'rsatish va savdo korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'i 12% dan 6% ga tushirilgani hamda bularga foyda solig'idan to'liqcha ozod qilingani bu tadbirkorlar uchun juda katta iqtisodiy naf keltiradi. Kelajakda tadbirkorlarni yanada faoliyatini kengayishiga, moddiy texnika bazasini kengayishiga bu olib keladi. Seminarda ma'ruzadan ko'ra muloqot ustuvor bo'ldi. Har bir savolga aniq javob, har bir murojaatga amaliy yechim taklif etildi. Soliq tizimidagi har bir yangilik raqamlarda o'z aksini topadi, ammo uning natijasi tadbirkorlar faoliyatida, yangi ish o'rinlarida, iqtisodiy o'sishda namoyon bo'ladi. O'tkazilayotgan seminar esa yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish uchun muhim muloqot maydoniga aylandi.